Assalomu alaykum aziz obunachilarim, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana bugun sizlar uchun Samarqand moshina bozoridan Nexia 1 va Nexia 2 narxlari bilan tanishtirib boraman. Har xillardan bo'ladi, arzonlardan, navorot qilingan variant, Vico, vizini oxirigacha ko'rsangiz agar, albatta o'zingizga yoqqanda bemalol ko'rib, tanlab olishingiz mumkin. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastda o'ng tomonda podpiska tugmachasi bor. Shuni bir marta bosib qo'ysangiz, bizga obuna bo'lasizlar, bizdan chiqadigan videolarni birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Tepada Instagram kanalimni yozib qoldiraman, o'tib podpiska qilib qo'ysangiz agar Instagramda ham har xil moshinalar bo'ladi. Instagramda ham bemalol kuzatsangiz bo'ladi. Sizlarni qanaqa moshina narxlari qiziqtiryapti? Pastda kommentariyada yozib qoldirasizlar. Sizlarning talabingizga binoan o'sha moshinalardan chiqarishga harakat qilaman. Sizlarni ko'p kuttirib qo'ymaymiz. Videorolikni boshlaymiz. Mana aziz obunachilar, Nexia 1lardan 2004-yil ishlab chiqarilgan LED farlar qo'yilgan. Mana motor holatlari, metan gazlari bor ekan. Gidrolik rul. Motor ходовой qanday aka? Motor ходовойlar cho'tka, amaliyat qilingan. Motor ходовой cho'tka, bez xarajatda. Yani ko'rib tekshirib olaverasizlar. Yog' yemaydimi aka? Yo'q, yog' yeyish uchun nimasi yo'q. Mana balon holatlari va salon ichini ko'ramiz. Gerb lavoboy qo'yilgan ekan. Orqada tonirovkachasi bor. Salon ichlari lyuks chol polilar tashab qo'yilgan ekan. Probeg 270 mingmi aka? 270 ming. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerda aka? Katta Qo'rg'on. Katta Qo'rg'onda mashina orqalarini ham ko'rib boramiz. Orqadan ko'rinishlari. Metan nechtalik aka? Bitta 90 talik. 90 talik. Bitta zapravkada nechta yuryapti o'zi? O'lchaganmisiz? Yo'q, o'lchagan. O'lchab ko'rmagansiz, aha. Nechta so'rayapsiz? 2600 so'rayapmiz. 2600. Alfishlardan kelsa kelishtirib berasiz. Naqd puliga qanchaga beramiz aka? Chiroyli narx ayting, sira sanab olib ketsin. 2,5 ming sanasi podpisilasi. 2200 sanasa bo'ladimi? Aytgan bilan. Naqd. Naqd qancha? Tochka. Tochkasini sanab olib ketasiz, sirazi. 2,5 sanasi. 2,5 bo'laydigani. Faqat naqdgami? Yo, Vico Pico'lari ham bor variantlari. Narxga o'z pulingiz. Faqat naqdga, o'zi puli yengil, ha. Naqdga olinglar, qo'yinglar osonga. Generalnisi bormi? Generalnisi bor, faqat kraskachasi bor. To'lab qoladiku bular. O'shanga bittasi jitcha qilgan. Ha, bittasi jitcha bo'lgan. Kraska, lekin udari yo'q, ha? Turgan joyi yo'q udar. Qomni ustasi jit bo'lgan. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, ichiga o'tmagan. Prosta rangi to'lagan uchun va sarg'ayib qolgan. O'sha bittasi jit qilingan, tamom. Bo'ldi. Ha, yana ko'rib, bemalol tekshirib olaverasizlar. Generalisi bor. Telefon nomer? 99lik. 99lik. Nomeri ayting. 94lik. 809 77 71. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2lardan 2009-yil ishlab chiqarilgan. Hozir motor holatlarini ko'ramiz. Mana motor holatlari, metan gazlari bor, gidrolik rul. Motor ходовой qanday aka? Motor ходовойga javob debdilar. Kraska holatlari? Aka polni sepilgan. Polni sepilgan, a? Udar bo'lganmi? Hech qayerda udar yo'q. Udari yo'q, ko'rib tekshirib olaverasizlar. Polni sepilgan debdilar, luboy ustalariga ekan. Yaxki balon, optira diska, gerb lavoboy, tonirovkalari bor. Salon ichlari apshifkalar qilingan, lyuks chol polilar tashalgan. Rollari Malibu rol qo'yilgan. Pioneer mikrofon, orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta aka? Tablasi almashib ketgan. Tablo almashgan, probeg noma'lum. Bosaymi yana. Bo'ldi. Hozir orqalarini ham ko'rib boramiz. Boshini qayerniki aka? Samarqand shahari. Metan nechtalik? 90 ta. 90 talik. Tagini ko'rib boraylik. Taglarini ko'rsatib boramiz. Mana taglar zapaskalari joyida. Nech pul so'rayapsiz? 2,5. Kelishib berasizmi? Beramiz. Naqd bo'lsa qanchaga beramiz? 2400. 2400. Endi mashina o'zi narxi arzon-da, Nexia 1 puliga ham daja aka. Shunday. U bo'ladigan 2400 a? Ha, motor ходовой javob. Mashina ikkiga bo'linib bitta qilinmagan. Bo'ldi. Ikkiga bo'lib bitta qilinmagan debdi. Endi hazil tariqasida aytyapti, lekin mashina yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Lubo ustalaringizga. Xo'p, aka, buni o'zi narxi arzonga yo Vico Pico'ga ham beramizmi balki? 1.20 kun katta qarab turamiz. Ha, kamera yetmay qolsa, 1.20 kun kutib turaman debdilar, yetmay qolsa. Generalni beriladimi? Dokumentda muammosi yo'q. Dokumentidan muammosi yo'q. Telefon nomer 97lik. 97lik 293 393 67 67. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 1lardan 2007-yil ishlab chiqarilgan. Ertalabdan bozorda odam ham ko'p, mashina ham ko'p. Lekin bir amallab iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Endi mashina polni ko'rsata olmasam, aybga buyurmaysizlar. Gidrolik rul. Mana motor holatlari propan gazdami aka? Propan gazda. Motor ходовой zo'rmi? Zo'r. Motor ходовой zo'r debdi. Yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Xo'p. Mana balon holatlari, kraskalari qanday aka buni?
Magicari bor ekan. Kraskasi bor aka. Kraskasi bor, necha foiz aka? 30% bor. 30% kraskasi bor, udari yo'q deyapsiz a? Lux chiqol poliglari bor. Tak, probek 279 ming ekan. Maytafonlar qo'yilgan, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerniki aka? Bagaj ochiq ekan. Samarqand Pastarg'omning orqalaridan ham ko'rib o'ramiz. Propan 65 talik aka. Bitta zapravkadan nechta yuryapti bu? O'lchaganmisiz? Taklari. Zapaskabon damplatgichlar bor. 600-700 yuradi deyaptilar. Yana bemalol ko'rib olaverasizlar. Hozir akadan narxini so'raymiz. Aka nech pul so'rayapsiz buni? Buni 2800 ga qo'ysak bo'ladimi? 2800 ga yana sal tushirsak bo'ladimi? Ya o'zi siz aytdingiz-ku arzon qo'yaylik dedingiz. Ha, arzon qo'yaylik dedim. 2800 bo'lishimi aka? Ha, yana nimasi bor. Bir cho'ra narxga berasizda, obunachilar telefon qilishsa. Tamam aka. Variant Viko barterlari bormi? Yo'q, bu faqat naqd pulga. Puli yengil, o'shaning uchun naqd pulga deyaptilar. Generalni beriladimi? Beriladi. Generalni beriladi. Telefon nomer 90lik 90lik 100 09 09 50. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2008-yil ishlab chiqarilgan qora rangidan olyapman. Qora rangi juda ham kamdan kam bo'ladi, bilasizlar, bozorda ham kam chiqadi. Xo'p, Lux konditsioner, metan gazlari bor. Ha, Sons motorda konditsioner ishlaydimi? Konditsioner ishlaydi, yana bemalol ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Motor ходовойлari yaxshi, kraskalari? Bor kraskasi. Kraskasi necha foiz aka? 50-60% kraskasi bor. Udar bo'lganmi? Yo'q, Suyagi butun ko'rib tekshirib olaverasizlar. Magicari pultlari bor, tonirovkalari bor. Orqasida salon ichlarini ko'ramiz. Lux chiqol poliglar tashalgan. Salon ichlari, audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probek nechta aka? 3 kurugmi? 3 kurug yurgan, bagajni ochildi bo'ldi. Tamam. Orqalardan ko'raveramiz. Metan nechtalik aka? 80 talik. Bitta zapravkada nechta yuradi? 180-200 ha? Shahar ichidami? Shahar ichida. Nech pul so'rayapsiz? 3,5 so'rayapmiz. 3,5 so'rayapsiz. Obunachilarga 3 ga beramizmi? Sira sanab olib ketsa ma'qul kelsa. 3200 bo'lsa beraveramiz. 3200 bo'lishimi aka? Variant Viko barteri bormi? Kelishamiz. Kanal nomidan chiqsa chorna qilib berasiz. Kelishamiz. Telefon nomer 50lik 50lik 717 717 0787. 0787. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 1 lardan 2001-yil ishlab chiqarilgan LED farlar qo'yilgan ekan. Hozir motor holatlarini ko'ramiz. Mana motor holatlari, propan gazlari bor. Lux konditsioner. Konditsioner ishlaydimi aka? Freon to'ldirsa ishlaydi. Zapravka qilib olasizlar, keyin konditsionerchani yoqib yuraverasizlar, mazza qilib. Bu yoqda yoz уже. Tak, kraskalari. Kraskasi 25%, 25-30% bor. Motor ходовой zo'r. Mana balon holatlari yana ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kraskasini ham, motorini ham, любой joyini. Tonirovkalari bor. Hop, salon ichlari, ручной. Chiqol poliglar tashalgan. Tak, 274 ming probek. Audio sistema o'ziniki, orqadan ko'rinishlari. Mashina qayerniki aka? Shaharniki. Bitta bagaj ochib o'rasiz, orqalarini ham ko'rib o'ramiz. Kalitda menimcha. Knopkani bosdim chunki kalta qulflanganmi? Qani? Ha, kalta, o'ting. Kalta qulflangan ekan. Tak, nechta 65 talikmi bu aka? Nechta talikmi? 65 talik. Bitta zapravkada nechta yuradi? O'lchaganmisiz? Taklar o'lchab ko'rmaganlar. Xo'p. Nechta pul so'rayapsiz aka buni? 3600 so'rayapmiz. 3600. Kelishda berasizmi? Kelishtirib beramiz obunachilaringizni. Bozor nech pul narx qildi aka? To'g'risini ayting. To'g'risi, bozor o'tgan bozor 3300 qildi bermadi. 3300 qildi bermadingiz. Obunachilar chiqsa berasizmi endi 3300 ga? Bermagan narxingizga? Siz nomingizdan chiqsa 3400 ga beramiz. Ha, kanal nomidan chiqsa 3400 ga berasiz. Aha, variant Viko barteri bormi? Naqd bo'lsa yaxshiroq. Naqd, generalni. Generalni bor. Generalni beriladi. Короче, dokumentdan muammo yo'q, to'g'rimi? Telefon nomer aka. 97lik 97lik 911 911 92 92 52. 52. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2010-yil ishlab chiqarilgan. Hozir motor holatlarini ko'ramiz. Mana motor holatlari. Lux konditsioner, gidrolik rul. Motor ходовой qanday aka? Yaxshi. Motor ходовой yaxshimi? Xarajat yo'q-a? Kraskalar qanday aka? Kraska bor,
15-20% kraskasi bor. Udar bo'lmaganmi? Balon holatlari yana. Oldi orqasi butun deyaptilar. Magic pultlari bor. Yana kraskalarni ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tonirovkasi bor orqasida. Salon ichlari lyuks ekan, chihol polilar tashalgan. Probeg nechta aka? Audio sistema orqadan ko'rinishlari 2,5 kuk tablo almashgan debdilar. Probega qarochi noma'lum. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Tablo almashgan uchun probega noma'lum. Orqalarini ko'rib olamiz. Metan nechalik aka? 90 ta. Bitta zapravkada necha yuryapti? Taglari 350. Shahar ichidami yo dalnidami? Dalda. Shahar ichida nechta yuryapti? 300 ta yuryapti. Necha pul so'rayapsiz aka buni? 3,5 deyapsiz, ha? Yo'q, 3,5 ha, o'tib beraman. 3,5 deyapsiz, ha? Obunachilarga 3 ga beramizmi? Yo'q, 3 ga. Qanchaga beramiz? Bir chiroyli narx ayting, sanab olib ketsin birdan bo'ladigan qilib. 3400 bersin. 3200 beradi. Bo'ladimi? Olib ketsa. Narxmi? Narx. Bo'lar. Variant Vico barteri bormi? Kelishamiz. Nexia 1 ni puliga Nexia 1 emas, Nexia 2 olib yuborasizlar. Generalniy bormi? Bo'ladi, Любой dokument. Generalniy bor, Любой dokumenti bor. Telefon nomer. 90lik 90lik 448 448 2077. 2077. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2015 ga 2016 texpasport 15, kuzov 2016 ekan. 2016 1.6 motor, metan gazlar bor, lyuks konditsioner, gidravlika rul. Motor ходовой zo'rmi aka? Motor ходовой zo'r. Konditsioner ishlaydimi? Ha, aka ishlaydi. Konditsioner ishlaydi. Kraska holati qanday aka? Kapot bilan krылоda kraskalari bor. Qolgan joy tozami? Bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Mana balon holatlari, qolgan joylari toza debdilar. Polni tonirovka qilingan, pasatkalar qilib qo'yilgan ekan. Tonirovkaga ruxsat bormi aka? Ruxsat yo'q, ha? Salon ichlari yaxshi holatda. Chiqoli yo'q, poligilari bor, salon ichlari. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari. Probeg nechta aka? 113 ta probeg. Hozir orqalarini ham ko'rib olamiz. Metan nechtalik aka? Bitta zapravkada nechta yuryapti? O'lchamaganmisiz? Zapaska bilan damkat kuchlari bor, taglari ham zo'r holatda turibdi. Necha pul so'rayapsiz buni aka? 5200 aka. Bozor narx qildimi? Yo'q. 5200 deyapsiz, yana savdosi bormi yo bo'lishimi bu? Bo'lish aka. 5200 bo'lish, ha? Ha, erimga tushirib beraman. Aha. Obunachilar chiqsa sal pul o'tasiz, ha? Aha. Variant Vico barteri bormi? Naqd bo'lsa yaxshiroq. Faqat naqdga, generalniy. Generalni chiqaradi. Generalniy beriladi. Telefon nomer 94lik 94lik 189 189 55 59. 55 59. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2010 ga 2011. Texpasport 10, kuzov 2011 ekan. Bir motor holatlarini ko'ramiz. 1.6 motor aka. Lyuks konditsioner, gidravlika rul. Metan gazlari bor. Chisti 1.6 deyaptilar. Motor ходовой zo'rmi? Ходовой zo'r. Motor ходовой zo'r. Aha, yo'q yemaydi. 1.6 deyaptilar chisti. Kraskalari? Kraska 15% pitnos. 15% pitnosi bor. Udar yo'qmi? Aha, oldi orqa butun ekan, tonirovkalari bor. Salon ishlarini ko'ramiz. Endi kraskasini yana ko'rib tekshirib olsangiz bo'ladi. Oho, nima qilib tashlagan? Ashkala qilingan. Aha, chiqol polilar tashalgan. Xo'p, salon ichlari maytafonlar qo'yilgan, orqadan ko'rinishlari mana to'magacha qilingan ekan. Buni o'zingiz qildingizmi aka? O'zingiz qilgan ekanlar. Endi nima deydi? Apshikalar qirilmasligi uchun endi koja tarafdan yomon ko'rinmagan, chiroyli. Yoqgan bo'lsa bitta laykchan bosib qo'yasizlar. Xo'p, orqalarini ko'rib boramiz. Moshin qayerniki aka? Katta Qo'rg'on Narpay. Video registratori bor. Nomeri bilan birgami chiqib? Birga. Nomeri bilan birga. Metan nechtalik? 90 talik. Bitta zapravkada necha yuradi? 300 dan ziyod yuradi. Mana tagidan ko'rishlari, zapaska bilan damkat kulishlari bor. Necha pul so'rayapsiz buni? 4200. Kelishda berasizmi? Naqd bo'lsa qanchaga beramiz? 3,5 ga beramizmi? Qanchaga beramiz? Va chiroyli narx ayting, sira sanab olib ketsin. To'rmingni o'tib beraman emas. 3700 sanaydi. 700. Chunki 800 bermadim, beraman. 800 bermadingiz. Endi bermagan narxga obunachiga berasiz-da. Variant Vico barteri bormi? Naqd. Naqdga faqat 3800, generalniy. Chiqaradi. Telefon nomer 94lik 94lik 225 225 1929. 1929. Salomat bo'ling. Mana aziz obunachilar, Nexia 2 lardan 2008-yil ishlab chiqarilgan. Mana motor holatlari, motor ходовойлari yaxshi aka.
Metan gazlari bor, motor ходовойлari yaxshi debdilar. Yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Yog' yemaydimi aka? Yog' yemaydi. Motorda ish yo'q. Kraskasi qanday aka? Kraskasi polasiz. Polni bo'lganmi? Aha, yana ko'rib tekshirib olaverasizlar. Balon holatlari. Ichiga o'tmaganmi? Yo'q, faqat Tonirovkalari bor. Aha, salon ichlari. Xo'p, ruchnoy chexol poliglar tashalgan. Salon ichlari, audio sistema, orqadan ko'rinishi. Probeg nechta aka? Rabek mana bu. Tablo almashganmi? Ha, tablo almashgan ekan, probeg noaniq. Bagajni ochib yuboramiz, hozir orqalarini ham ko'rib olamiz. Lekin pulini boya aytdilar, arzon qilib beraman deb. Puli arzon ekan. Metan nechtalik? 90 talik. Mana taglar. Bitta zapravkada nechta yuradi aka? O'lchaganmisiz? O'lchamaganlar. Necha pul so'rayapsiz? 35 million kam. 35 million kami bor. Narxga bo'lsa 30 millionga beramizmi? Beramiz. Bo'ldi. Narx bo'lsa 30 millionga email olib ketsangiz bo'ladi. Variant Vikubi bormi aka? Faqat narxgami? Turamiz. Yetmaganini kutib turasiz a? Aha, generalniy. Generalni bor hammasi. Generalniy beriladi. Agar biron xil mashina chiqsa barter ham bormi yoki yo'q? Barter yo'q. Barter yo'q. Telefon nomer. 91lik 91lik 120 120 1070. 10 70. Salomat bo'ling.